Jaket, paltolarni yenglari ikki choklik bo'ladi. Mana shu yengni tayyorlashda andozasida sizda muammo bo'lgan bo'lsa, mana shu videodan keyin sizda hech qanday muammo bo'lmaydi. Ko'rib turganingizdek, bizga oddiy vtachnoy yeng kerak bo'ladi. Vtachnoy yengni uzunligini to'liq olasiz. Qo'shimcha 2 sm qo'shib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, qo'shilgan yengimizning uzunligi 60 sm, qo'shimcha 2 sm va yeng uchini obxvat zapyastini o'lchab olamiz. Bu yengimizni 3 qismi qancha kerak bo'lsa, shuni o'lchaymiz. Menda 13 sm plus 4 sm bu har doim xuddi shunaqa ishlaydi. Demak, qo'limizni uchini o'lchaymiz va teng 2 ga bo'lamiz, qo'shimcha 4 sm qo'shamiz. Yengni ikkinchi tarafini ham ko'chirib olamiz, oldi tarafini belgilab olamiz. Oldi tarafdan ozgina olishimiz kerak, bilasizlar. Yenglarimizni yana o'rtaga qaytarib, orqa tarafdagi choklarni skoch yordamida yopishtirib olamiz. Demak, oldi tarafdan 4 sm dan buklovda belgilab vertikalni chizamiz. Vertikalni chizimizni teng 2 ga bo'lib, 1 sm dan ikki tarafga qo'yib, xuddi shunaqa qilib chizib olamiz. Demak, orqa tarafdan ham pastdan 4 sm ni qoldiramiz, yuqoriga yoylashtirib chizib chiqamiz. Yeng uchidagi 2 sm ni qiyalashtirib xuddi shunday qilib chizamiz. Bu 2 sm nima uchun kerakligini siz bilasizmi? Orqa yengimizni harakatga kelganda ko'tarilib ketmasligi uchun biz 2 sm ni qo'shganmiz. Bu har doim xuddi shunday qo'shiladi. Mana ko'rib turganingizda ikki chokli yengni bu darajada oson usulda hech qayerda andozasini ko'rmagan bo'lsangiz kerak. Albatta o'zingizga saqlab oling. Maryams akademiyasida to'g'ri texnologiya bilan ilm olmoqchi bo'lsangiz, kurs so'zini yozib qoldiring. Biz sizga to'liq ma'lumotlarni yuboramiz.